Ama adamın çıklıkı da bir yer uğrunma kalmadı demeydi. Ha? Kanda hüküm yakşına salamet mi? Dersin kılık geldin mi? Örtürüp anlaysa uğrun kalmadı cima ama adamın üstüge adam bulup gitti. Nurgu adamlamaydı oturamı ketti bir yere. Çakçakım aka. Biraz Nurgu'nu ketti. Onda da koyup kalsın ben örtürüp anlayıvereyim. Anda? Yani peyuklar bir xerida kekaz xerida meni gördü ben xeridani görme kapıdım işe tutmadım aka. Oy, alamet yakşı balık eşekke kulağına. Hakikaten doğru kıldınız mı? Meyl onda örtürüp güreş razı olsa örtürüp köem de olsa. Nurgu adamlar sana okşaş gekilmaydı, örtürüp uğrun kalmaptı da kapılap gitti de qara. Sen bana isil gekildin ma, oyunda ügensek buludu biz senik. Rahmat aka, yaman maqtı ettiniz aka. Maqtı etmedim. Fukam, bu baldurak gelip otta savunmam, bu anlığı var deyip örtürüp baldur kelsen uğrun bağıt demez miyim keşkip kaldı. Ben mi ödüm baldur çıqqan. Yolda bir kitapxon turib ekan, bir kitap o'qiydi deb. Kitapda birini aldım, ko'rikni tagida o'tirib, kitap o'qib, uyqu besib uxlab qolibdim. Qopsam oyog'im yo'q. Shuni oyoqdan birini ilib, qarab oyoq putim kulversam oyog'im yo'q. Shuni oyoqdan birini ilib, kechikib. Ve bu ayağım yok, ayağımını uğur ekipti de kapalamaysan külüp koy, hatırcam ayağını jütürü yutanmaya cüremten ya. Ya, ben de mükemmellerek bir spayken dep kaldım bu aka. Senin banımız başkalarının ağırınmaydıgan ha? Mao, royu keyfiyatın naati beni tesirlendirdi de. Hem sen beni müsaade görüp şu derslerini anlamaya devam etse, bunun değil ki müsaade ki her kaysi derslerini ben sana haksız ügütüme. Onun kendinden bizimki şu Terpul şirketininki, Terpul şirketinin sitiş bölümününki yetekçisi koyma. Onun kendi şu sitiş bölümününki şu direktörlük yetekçisi şeyle koydu. Bir kahve Şükömet saras. Ondan sonra siz kim bolsanız? Ben şu Terpul Sodaçeklik şirketinin lideri oluma qara. Vay aka. Rahmat juba lider. Ya, rahmat deydigan şu yok. Dersini yaxshi angla. Onun kendi işkel billi tirishimiz qimmatnimi billi yaptığımız cuma yine mushta ro'yaldan bilgensek bo'ladi. Seningdek esligini mushrab qilganda intay qo'shalman. Das men ders kirgandim aka. Maqul. Rahmat. Yaxshi mazmunda bir etib tayyorlabsizlar hamda. Xo'sh bo'ldik. Bak qiziq ya. Ketkin qiziq keldi. Oyoqni ish qilib o'g'riq bersam. Shun kechib qoldi-da. Bu davomli qashta bir narsani jutirib. Sen oyoq jutmaydigandan amonlik qilib, bundan keyin paypoqning ichiga ilavet oyoq. Oyog'ing mehnatlanmaydi, qarab turib. Shunda yaxshi ularni dam qurmaydi bir. Salam aziz mehmonlarimiz, yana maş e'tibor to'g'ri so'zi shaharchisi, shundaqla Eran shirkati alayda qo'llagan, Janan Pan texnika cheklik shirkati alayda talab qilgan, hamda Terpul shirkati shundaqla Shifa Yusuf shirkati strategik hamkorlashgan Choy rishtisi programmasi orqali yana sizlar bilan yuz ko'rishtiryapmiz, choy ichib o'tiryapmiz. Hammanglarning kelgan muborak qadamiga yana bir qatam muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat. Suhbatlarimiz yana davomlashadi, mehmonlarimiz, nag'ma navolarimiz yana davomli qizib turdi. Kulki chaqchaqlarimiz uzilmaydi. Bizning o'sha choy rishtisi programmasi bo'ladi ekan. Bizning asl suhbatlarimiz shundaqla korxon to'g'risidagi bilimlarimiz, ham savdo yo'li, ham taraqqiyot ustidagi yo'llarimizmi to'xtab qolmaydi. Shuning bilan birga san'at nomerlarimizmi davomli turda choyxonadagi azizlarimiz, ko'rganlarimiz uchun har doim mulozimat qilib turadi. Bizningki choy rishtisi programmamizdagi nodir nomerlardan, asl paranglardan zo'r darajadagi bilimlardan ega bo'lishinglarga chin ko'nglimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat sizlarga. Qani. Amsa choychi markadagi choylarimni ishkash, Janan chinalarida, piyolalarida choylarni qiziq ishkash, ham suhbatlarimizni boshlab ketgan bo'lsak, qani, choy ichaylik. Bugün çayxonamizga aka. Alayda o'zim bir choy ichimman. Bugun bir kun vaqtimni chiqardim deb kelgan yiqi ag'inam bor. Akbar Ahmad yurayli biz etib ta hozirgacha o'z bo'ytaq bu ag'in. O'sha ag'inamdan shu naqsidan bir boshlab ketamda aka. Bo'ldi, Akbarni aytib qo'ylaylar. Bo'ladi, rahmat jo'lan. Bugünkidek shundoq isil so'ringa chaqag'ini men o'zim iymon qilaysan. Sen ayliq oshxonangda. Choy rishti programmamiz haqiqatan
bir yaxshi program bo'pti. Men o'zim shu naq maydonda o'tirib, es qilganlarim hamda bu korxonchilargami, ham ko'rarmanlargami bir yaxshi bir sahna ekan bu-chu. Shaxsan men o'zim o'sha shirkatlar ara cho'qim bir hamkorlik bo'lsa, andan keyin uzunga mang'alaydiganni tag'im es qildim. Uning oldida o'zim es qildim deb yuribdi ekanman bugun Nurmamat muallimning gapini anglab, Terpol şirketininki qo'lliq a'zolaridan Gulnur xonimning gapini anglab, men shuni es qildim. Men mu o'tirib o'ylanib qoldim. O'zimning ashta bir ortiqchiligim bo'lgan bo'lsa, masalan, bormidi debchi, men bir shirkat bilan hamkorlashib, naqsini bir yezib berib. Bir talab baqsa. Bir talab baqsa. Bugünkidek shundoq esil so'rin qadam tashrif qildim. Ham buningdan keyin texmo yaxshi bo'lib ketishni umid qilaman hamda davomli Savirdin akamninki qiziq o'xshagan chaylardan ichib mehmonlarning davomli qadam tashrif qilishini umid qilaman. Shu munosabat bilan mishada o'tirgan barliq mehmonlarimizning boy bayashatliq oddiy odam bo'lish uchun oddiy odam temizki naqshini taqdim etsam. Rahmat.
Çağrıştısı programımızdaki Adılcan Akam, Serudun İmam, Ebey, Ağını Tusunca Muallim, Nur Mehmet Muallim, bizdenki Abdurrahman Efendim, bugün ben Adıl Mehmet. Muşu çay programımızda teklif bilen kelip, Muşiyadaki karxınçılığı bilen ustazlarınki yenidən işlep çıkargan muşu mesulatını muşiyada tunuşturuş, hem şirketininki baza ihtiyacı muşu hem karışıp durup muşu mesulatını xalq ammasının kulğa bexatar yetkizüş hem bu mesulatını muş ihtiyacı var xalqımızga bu mesulatınki bazı azan hem bizninki abaytın Adil Mecit akimiz degan o'xshash bu bizninki muşu milli tibabatdan naite süperlik mesulat bilan süperlik duru nimizde bu sağlamlık mesulatı meydan kepti. Hem de hazır bizde yaşanğanlar emas, yaşladımı nurgun kasallar paydo bo'ladi. Qon tusulash, muşu qon ozlik degan o'xshash putqolninki muşu kasallik ahvoli kichiklardan ko'rinyapti. Muşundaq ahval ostida bizninki bu mesulat meydonga chiqib muşu nurgun bularni bizmi setib olib bizning cho'nglarga berdik. Uningdan boshqa bizninki ustozlarga, bizni o'qitgan muallimlarga sovg'a sifatida bayramlik sovg'a tutib bergandan keyin bu mesulatning nihoyat yaxshi bahosini menmi tushunib yetdim. İşgalliklarni hammaylar nihoyat putqolninki nihoyat yengilchiganligini putqolninki yabiya talab qo'llarini ko'tarolmaydigan kallisi silkinib o'qitgan odamlarninki hozir shunda sog'lom nihoyat yaxshi bo'lganligini imkonslarni angladim. Hem bu Abdurrahman muşu Şipayi Yusuf muşu şirketininki asasıma nihoyat yaxshi ekan. Ürümçide nihoyat yaxshi şirketleri var, sistemlashgan hem muşu sahada bu mesulat bozorga kirish bilan birga sog'lomlik mesulati nihoyat elga foydali bo'lgan. Muşunda bir yaxshi bir mesulat meydonga kelibdi. Men muşu Telpur şirketininki qurg'uvchisi Tusunjan efendimga, Abdurrahman efendimga hem mishadiki muşunda yaxshi mesulatni tutib olgan, mishadiki vakolatchi bo'lgan yo'ldoshlarninki kelgusining parlab bitganligini tushunib yetdim. Hem Nur Mehmet muallimninki hamma odam hamkorlashib, pul tepib, texmi güzel muşunda yaxshi bir partiya hukumatninki yaxshi siyosatida hammamiz bizninki nemral xizmatimiz tugudi. Nemral xizmatini mustahkamlashda ish qurishga, yoshlarni ish qurishtirish bu Telpur şirketininki eng yaxshi bo'lgan yeri. Mush partiya hukumatninki xizmatiga yordamlashib, nurg'un mushu yo'ldoshlarni ish qurishtirish ish qurish bilan birga ishga tuyg'ichi munozamat qilish hem bu mesulatni ishgandan keyin bularni doktorlar berib tashirib turadigan mushu baza ish gruppasidagi yo'ldoshlarninki 50-60 ish xizmatchilari bor ekan. Bular berib tashirib, dorini ichish, buningki kurangan yaxshi ish izlarini mushuna tashirib turadigan bir guruh bor ekan. Bu xalqqa ega bo'lganligimiz, hem nurg'un yo'ldoshlarni ish qurilashtirganligimiz, bu Telpur şirketininki mushunda yaxshi bir sistemlashgan hem baza ish gruppasi, hamma gruplar bilimlar tasdiqlangan bo'lg'achqa bu Telpur şirketi bilan har qanday shirkat hamkorlashib pul topsa hem buningmi talabi yuqori ekan. Bu mesulat chiqqandan keyin bu mesulatni o'zi sinov qilib, o'zi tekshirib, zavodlarga berib, buning bir shirkat buning Telpur shirkatiga tegish uchun nurg'un o'tgan tutgan bir ish bor ekan. Buni yaxshi tekshiribdi. Har qanday odam sotadigan mesulat sifatli bo'lish kerak, xalqqa foydali, manfaat beradigan, mushunda yaxshi bo'lish uchun Telpur shirkati bu xizmatni yaxshi ishlabdi. Mishada hamkorlashgan barliq hamkorlashuvchi yo'ldoshlarninki hem muşu iş quruluşup partiya hukumatning xizmatiga yordamlashib mush ish qurulashtirib mushunda yaxshi ish qilgan Telpur shirkatidagi hem mishadagi Shinjongning har qaysi joylaridan kelgan vakolatchi yo'ldoshlarninki kelgusingli parlaq shunda yaxshi bo'lgan. Shunga hammangni ishinib, hem bu masalalarni ishitgan mushu yo'ldoshlarmi bu masalalarni ichib, o'zingni foydasini ko'rgandan keyin texmi setib ishishni umid qilamiz. Men mushu Adil ommaviy farovonlik maxsus fonda 28 yillik fidoyilik qilish mushunda nimamda mushu masalalarni sizlarga men tavsiya qilaman. Hem bu masalalarni ishonch bilan ishishni umid qilaman. Rahmat, hammanglarga ko'plab javob topdim. Abelkam dünyada şunun başında iş yok olsaydı, şunun akşamını anlap otururdu. Qanday?
bir naqsh anglab qoldim o'tganda. He. Acayip yaxshi naqsh aytirkan bu. Naqsh nimanda yaxshi aytdi deb so'rashdiksam, seni iling emasmi? He Şöhret hem beni ineme, şundan tonimeme. Şimdi Şöhret dinimizde bir ikki naqsh aytib teklif qilaylik. Çay Reşitsi programmasiga qadam tashrif etgan barliq korxonchilar va Shiroq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, manglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Menki Şöhret mollamdan hammanglarga o'tliq salom. Bugungi shu Çay Reşitsi programmasiga qatnashganimdan intayin xushalman. Onun ustiga sabrdan kam bayam deb o'tib ketgandik. Bu çay bir oylik qo'yilgan çay ekan. Buningga biz bir talla naqshni aytiblam qolsak toz to'g'ri bo'lmaydi ekan. Shunga men bir ikki naqsh tayyorlagan shu naqshamni barliq shu aziz tomoshabinga sunsam, yoqtirib olishinglarni umid qilaman. Rahmat. Çünkü barşındak seven üzün gülge oksaysan gül elip kelmedi de mendin daim kıydaysan çünkü barşındak seven üzün gülge oksaysan çünkü barşındak seven üzün gülge oksaysan gül elip kelmedi de mendin daim kıydaysan çünkü barşındak seven üzün gülge oksaysan kelmedi de mendin daim kıydaysan çünkü barşındak seven üzün gülge oksaysan gül elip kelmedi de mendin daim kıydaysan çünkü barşındak seven üzün gülge oksaysan Meyel bir oppak bir stuldu koy. Unzavatın künnöri oyunculukının kim aldı? Künnöri'nin ki. Teyziken bakayım akın. İşte bilen bir monime bu. Pulgagan. Uydu şicicikka aknimilam kiydi bu adı. Meyne karmetti aka. Paypığını maktan kovagan bolsan asesen.
Ağzına bir sevzin çiğgen bulsan kabul et. Beykam akan oğlanca taktıqı bu ay oldu desin. Üzerinin sevsin üzerine yavalıgan bu ay. Ağzılarında lan sayıp tuttu da ki. Beyzan var ki yarışıptı bakayım. Skeytirip koyuptu bu ne? Abay nakşitkanı töpen cüzren tığı zinek ki. Örüp sende. Uzman südonun tigi atıştın kildak ama işçi ürüldüğün kiyimi çıkarak değil. Kim bilir de ama iştanın içine görsen karıştı mı der. Beni gün programı kelgemiz bilgen manan kiyideydi. Bilgen ben aldırap kilmende paypakın içine örümepti bu. Peyzi var akan peyzi var. Hay demişsen nakşını yalana da kıyıtıp bir dedi. Olmak akan olmak peyzi var akan. Kanda akan. Oy nim degen pal. Korkma keyindek oturup hemen. Saldat değil mi? Saldat. Ay endiki karol iken mi o? İşkisini cüplep makamını vurmaya bilin. Salam çayırışçısı programımızdaki barlıq yoldaşlar, salam ekran aldıdaki barlıq görürmenler. Hemmenlarning muşu vaqt xeyirlik bolsun. Abdug'ufur Abay efendiden hemmenlarga o'tliq salam, ali ihtiram. Men bugun muşu programının bir a'zosi bo'lib qatnashganligimdan nihoyatda faxrlik his qildim. Hammalarga sog'lomlik mangu yor bo'lsin. Bu yerda sog'lomlik haqida gap chiqib qoldi, chunki bu sog'lomlik hozirgi davrimizda hammalar talpinadigan, hammalar orzu qiladigan muhim bir tema. Mamlakatimizdagi har millat xalqi partiya hukumatining nurliq siyosatida nomrodlik qalpoqni cho'rib tashladi. Yangi bir davrga qadam qo'ydi. Hattoki bizning jiroq, chet yazı qishloqlardagi har millat xalqimi yemek ichmakdan, kiyim-kechakdan, uy makondan g'am qilmaydigan mushundaq bir bayasha turmushga ega bo'ldik. Bizning hozir g'am qildiganimiz nima desa, sog'lom tan bizga yor bo'lsa ekan, mushu baxtiyor turmushdan sog'lom tan orqali bir baharlansak ekan deydigan mushundaq bir orzu hammalarning istiki bo'lib qoldi. Shunga dal mushu paytda Terpul şirketi bilen Şipai Yusuf şirketi hamkorligidagi shu Artriya quvvat ichimligi, tan go'har ichimligi bozorga silinibdi. Men bundan nihoyat xush bo'ldim. Bu mahsulot amayishiniminki cho'qim xalqimizning shu hozirgi yurak qon tomir kasalliklari, so'nggi shalanish kasalliklari, immun kuch tuvallab ketish kasalliklari ko'payayotgan shu vaziyatga nihoyat yaxshi tushdi. Xalqimizning mushjatga ehtiyojini oz bo'lsa-mu qondira oladi. Mushu jihatdagi bo'shliqni oz to'la bo'lsa-mu to'ldirib keta oladi deb qarayman. Shunga bu mahsulot menmi tushunib o'qib mazmunni ko'rdim. Doğru o'simliklardan yasalgan bizning xalqimizningki xotirjam ishlatib bir sinab beqishiga arziydi deb qarayman. Ko'pchilik rahmat. Rahmat. Bayartımını cayladın kelgen vakalatçılar, azasıqçılar, haqiqiy hayajanda, haqiqiy yürek kemdidan. Köpünsüm şu Qashqar xotandan kelgen bizning do'stlarimiz ekan. Bular endi bo'libmi bizning tibobatlarimizdan makoni ham ular. Sizlar kichkindan tatib ko'rib cho'ng bo'lgan, anglab cho'ng bo'lgan. Menimcha sizlarning og'zinglardan chiqayotgan bu gaplarga qarata mening bu mahsulotga ishonchim texmi to'lib ochdi. Rahmat, Savrdin ukam. Ben hoş oldum. Senindek meniki bir en isil inim, şagirtim. Sen bir mesuliyetçi, yaxşı bir artist. Sen bunun hem de bu şirket bilen hamkorlashibsan, hem obraz vekili olsan. Bu olsa hem demiş Savrdindan bu ikki kez yürek sözünü anlap bakalım da. Anlap bakalım. Rahmat Abdulkat tuyuqsizlar gapni deb qoldingiz. Bugun hamda shuncha bo'lajik do'stlarimiz, mo'tivarlarimiz, hamkorlashuvchilarimizga qilgaydi, men gap qilmay riyosatchiligimni qilib jim o'tiraydi ekan. Biroq hamda algan taklif qilgan ekan, men ham ikki qiz yurak so'zini degan kelib qoldi. Bo'ladi. Hamda bu shirkat bilan hamkorligimiz bu bugungilar emas. Shipai Yusuf shirkati bilan hamkorlashib biz mushu choy rishtisi programmasini barpo qilgan. Shipai Yusuf shirkati bilan hamkorlashib
biz çayçı marketdeki çaylarımızın bazarı sağan. Demek bizning hamkorligimiz xeyli burunli boshlanib bo'lgan. Hala bugungi kunga kelgan chog'da hamda arteriya ichimligi bilan tan go'hri ichimligi chiqqandan keyin biz bu şirketninki yana bu ko'z go'hri, ko'z chapligi deganga o'xshash shu sog'lomligimizga doir nurg'un mahsulotlarimiz shu Shifoyi Süp shirkatimizningki ishlab chiqarish bilan ro'yobga chiqyapti. Endi bu isil mahsulotlarni boshqalarga tavsiya qilib, xalqqa tanitish uchun yanala biz hamkorlik bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Shunga yana birsiga Tarpul shirkatining qurg'uvchisi bu Tursunjon bilan mening hamkorligim burunli boshlanib bo'lgan. 2 yil burunla. Chunki bularning faoliyat, bu ishlariga men chiqitim qatnashgan. Ama bo'libmi shu Şinjanning har qaysi joylarida töven tushib turib, pastki bozorning ichiga kirib turib bozor ochquchilar. Qandaqdir ishxonada o'tirib emas yoki undidar yoki to'g'ri savdosiga qaratala bekinib qolmasdan balki shu bozorning ichiga kirib turib, bozor tekshirib turib, undan keyin haqiqiy bir bozor ochquchiga aylangan bir shirkat. Shunga bu Tarpul shirkati bilan Shifoyi Süp shirkatininki o'tirligida men ko'riklik rol o'ynagan boshda. Undan keyin lekin bular meni faqat qo'ypaymi desam bo'lmasam bo'lmaydi yanalar. Biz bilan hamkorlashgandan keyin oxirgacha hamkorlashmasam bo'lmaydi. Deyish jarayonida men shu hozir chiqqan mahsulotninki obraz vakili bo'lishni tavsiyasi bilan buni ma'qul ko'rdim. Yana birsiga biz shu Xotan Qashqar taraflarga berib, haqiqiy bozorga ichishga biz cho'nqur cho'kib baqdik. Haqiqatan qiyinkan, taskan, ammo nurg'un yaxshi do'stlarimiz bor ekan. Biz her bir yerga borsak hamda nayte illiq chiroyi bilan kutib oladigan, masalan, yakanga borsak Mehmet Efendi buni aytish esil dasturxonlari o'zining egiligi bor ekan bo'lmasa, mashada o'tirib olgan hammalarning o'z oldiga xos egiligi bor odamlar. Shunga bular bizningki shu mahsulotimiz, bizning shirkatimiz orqali tanishgandan keyin o'zining egiligi bilan birlashtirib turib, bizningki shu sepimizga qo'shilib, bozor bir oy jarayonida mana shunchalik do'stlarimiz bilan hamkorlik o'rnini oldik. Mana shuning o'z natija ekan. Demak, shirkatda odam esil, mahsulot undan esil. Bir shirkatning taraqqiyotida 3 muhim nuqta bor. Shirkatni biz shu Danqonga o'xshatsak, Danqonning 3 puti bo'ladi. Birisi sifatli bo'lgan mahsulot. Ya'ni hozirgi xuddi Shifoyi Süp mahsulotlariga o'xshash sifatli bo'lgan mahsulot. Yana bir so'z shu deganda a'lo bo'lgan mulozimat. Bu mulozimat degan yana shu intayin bo'ldi. Bu haddidan oshgan mulozimat deb qo'yamiz hozir. Bu mulozimat nima bo'ladi degan chog'da, ya'ni shu tuvanga ana shunday tushib, boshqalarga setish ishlariga yordamlashib turib, ham mulozimat qilib turib, ham o'zimizning bozorga yetib turib, bunda hamkorlashtirib ochadigan mulozimat kasbi. Yana birisi bo'lsa eng kuchli bo'lgan tashviqot. Bizning qo'limizda shunga o'xshash tashviqot kuchlari bor. Shu choy rishtiga o'xshash nodir programmamiz bor. Ham bundan keyin chiqadigan programmalarimiz bor. Demak, biz bilan hamkorlashgan shundaq bir hamkorlashuvchilarni biz kuchli bo'lgan tashviqot bilan bir ta'minlab bersak, bu chaqda eliq Danqon 3 put bilan xotirjam turdi ekan. Shunga shu xil holatlarni biz mustahkamlash uchun men bu shirkat bilan hamkorlashib, ta hozirgacha hatto adoqchi bilim bo'lish menish jarayoniga kep bo'ldik, shu niyatlar kep bo'ldik. Demak, bu shirkat bilan hamkorlashgan har qanday bir shirkat bizningki mana shu xil yo'nalishimizda texmi o'zini taraqqiy qildira oladi. Shuning bilan birga taraqqiyotning ustiga ham to'nila oladi, ham sahnada, ham tövanda nadir o'ziningki kuchini, iqtidorini namoyon qila oladi deb o'ylayman. Shunga meningki bu hamkorligimda ham men o'zim riyosatchi bo'lib atgan, ham o'zim boshlab menayotgan shu programmadan bo'lsin, mayli bozor echishda bo'lsin, mayli obrazlik tashviqotchati bo'lsin, o'zimning kuchimni chiqara oladi ekanman. Ham bularga yordam bera oladi ekanman, nurg'un do'stlarimiz bilan tanishib, ularga yordam bera oladi ekanman. Eng muhimi nurg'un do'stlarimizga, xalqimizga sog'lomlik sepida kuch qo'sha oladi ekanman degan ideya bilan mehr, muhabbat, minnatdorlik meni shu obraz vakili bo'lishga endi asosiy kuch bo'ldi deb o'ylasam bo'ladi endi. Rahmat sizlarga. Ekran oldidagi va chayrisiga qadam tashlab qo'ygan barliq do'stlar, yaxshimisizlar? Men Mehmet Muallimdan hammangizga salom. Hozir nurg'un odam bir natija qazansam, ozroq bir utuq qazansam deydi. Bu utuq qazanishda, natija qazanishda eng muhim nuqta nima bo'lsa, bir yaxshi bo'lgan bir sahnaga agishish, yaxshi bo'lgan bir sahnaga kirish. Mushu 2007-yili Amerikada bir metro bekatda bir dangliq bir san'atkor bir soz chalib o'tirdigancho, uni hech kim tunimaydi-ki. 2 soat ichida qancha pul topadi ekan? San 32 Amerika dollari topadi ekan. Bir oydan keyin ay san'atkor dangliq cho'ng bir xil teatrxonada bir
nima o'tkazdi ekan, bir yanchang qo'y o'tkazdi ekanda. O'tkazganda biltini 200 Amerika dollardan sotadi ekan. To'shab ketadi ekan qanashcha. Ay metro bekitib setib o'tganmi shu 200 Amerika dollardan sotganmi shu. Qaranglar, nima o'xshamadi-da? Faqat sahna o'xshamadi-da. Shu mening tuzuk iqtidorim yo'qdi, tiz aql parastim yo'qdi. Men tuzuk bir ish qilmashtira olmaydi ekanman deganlar, mana bu shunda Shifo Yusufdek, Tarpuldek yaxshi bo'lgan bir sahnalik agishib beqinglar. Ko'nglingizni qo'yib beqingmish. Bir lam sahnaga agishib, siz ko'nglingizni qo'yib beqing. Shundalar sizlar qanchalik natija qozona oladiganligingizga, qanchalik bu futuqni qo'l keltira oladiganligingizga shu vaqt his qilsizlar. Eng muhim nuqta ko'ngilni bir narsaga to'xtatish. Hamma narsaga oldi-keyni nurg'un shirkatlarni tushunish bu butunlay xato. Aldı bilan ko'ngilni to'xtatinglar do'stlar. Endi ma shirkatda yana eng muhim nuqta nima bo'lsa, bu shirkatda tarbiyalash bor. Odatda bu tarbiyalashni asos qilgan shirkat bilan tarbiyalashni asos qilmagan shirkatlarning kirimi 4 farqlandi. 4 bu iqtidor deydigan narsa to'kib bir to'mirimizga bir yerdan kirib qolmaydi. Shu o'rganganda kiradigan narsa. Ammo ma shirkat shu narsa bor, sistemni tarbiyalash. Shunsilarniki mushunda to'g'ri bo'lgan bir yaxshi bo'lgan sahnalarga agishingni, ma fursatni qo'ldan bermasligingni kuchli tavsiya qilaman. Rahmat. Rahmat. Endi men naqsh etmasam bo'ladi. Biroq bugun biz bilan o'sha strategik hamkorlashgan shirkatninki bir oylik qo'ygan chiyiga hammamiz daxil bo'lganligimiz uchun riyosatchilik qilishdan boshqa yana shu naqsham orqaliqmi mehmonlarga bo'lgan hurmatimni bir bildirib qo'ysam bo'g'idek deb o'yladim. Shuning bilan birga bizning mo'tavirimiz Adil Majid akamizmi mening naqshamga bek amroqchi o'zi. Ayrimcha qilib o'zi yolg'iz anglaydiganga bek amroq. Shunga mehmonlarimizning hurmati uchun bugun mushu Çay Reştisi programımızdaki isil dasturxoniga daxil bo'lgan har yerlardan kelgan aziz mehmonlarimizning izzat hurmatiga hamda mushu o'ltag'an barliq hadilarimiz, akalarimiz, tang tushlarimiz shunaqla bir juftlarga atab, erlarning mavqesi turib, ayollarimizga atab, bolarimning onasi degan naqshini alaydi. O'ziringlar sunmoqchi. Rahmat. Ağlar merdanesi ballarının anısı Baydur vapa köyümge zinnet benim öyümge Köy katıdı köyümge ballarının anısı Nusretini oylaydı hasretimni qo'g'laydi shuhratimni qo'g'laydi ballarimning onasi Okşar seni diye xanğa Köngli derya mehmanğa Köyyer uruk tuqqanğa Ballarının anısı
ballarımning onasi. Külfet küsse beşimga tünep çıkar kışımda. Panah girin deşimga ballarımning onasi. Ruhi ozuqa ballarımning onasi. Lavzi bahar göz bal mihri ateş nur cemal kalbi güzel bir ayal ballarımning onasi. Elvatan g'amxonasi ballarımning onasi. Ballarımning onasi. Hamkorlik to'g'riliq gap qildik. Hamkorlik mangulik tema. Mangulik temachi bu. Buni yamanchiq so'zlab ketdik. Endi qanday hamkorlik yo'q. Bu dunyo faqat shu hamkorlik qilalmish bir mavjud yo'q. Bayatdan Nurmat ma'lum dedi, er ayol o'tirishga hamkorlikda. Shu er ayol hamkorlik bo'lg'ashqa bu davom etadimi hayot. Bir misol olib qo'y. Kuni bilan oy hamkorlashib, kecha bilan kunduzni barpo qilgan cho'q. Mundal desak bular. Yaxshi yomon hamkorlashib bir farqni barpo qildi bu yerda. Bundaq misol kufrning vaqtni sarf qilishning hojati yo'q. Endi biz o'zimizniki tarpul shirkatimizdan ishga kelsak, haqiqatan to'g'ri yo'l tanlabsizlar. Meningcha kelgusida bundaq shirkatlar biz o'xshaymiz deb qolmanglar. Nurg'ullar chiqib ketishi mumkin. Bundan keyin bo'lsa, mushu shirkat qurib, yaxshi mahsulot ishlab chiqaradiganlar, sizlar fan texnik bilan shug'ullanib, o'zingizning ishini qilinglar. Bir satr odamsiz. Men yaqinda Xingda guruhiniki hammasi emas, bir rayonniki obraz vakili bo'lib qoldim. Tuyuqsiz. Shu Xingchangning basang osmon pelakli rasmi meni Xingdaning bir uy setayotgan edi. Shunda dag'dug'lik qildi bular. Men da qarab endi to'planib to'g'ash o'g'irlab boqaymi deb xiyolim bo'ldi. Bir uyni azan og'ini bularmi deb birisidan so'rasam, buni agar azan og'ili bo'ldi, sening obraz vakil bo'g'iningni biz bosh shirkat yo'llaymiz. Chunki bizning shirkat buning qo'ldan kelmaydi deydi. Bu shu Xingda guruhi doklasundaganda Urumchidagi bosh shirkat. Shuni turib, voy bu sizlar bir shirkat emasmasam, yo'q deydi. Voy bu Xingdaning uyiga desam, ya o Xingdaga o'ymilik shirkati, dunyodagi Hubei Changchi bu. 500 kuchlik shirkat. O öyle saladi. Biz Beijingdagi ayrim bir shirkat, biz faqat öyle satamiz deydi. Dunyoga ta'sir ko'rsatgan Vanda, Vanka, Xingdalarni o'zi satmaydi. Agar satalasa ashlar satalaydi. Qudrati bor. Mana misol. Biz buni bek munozara qilmay, buningdagi bu to'g'ri yo'lda topgan kemiz, biz ching tutmoqimiz kerak. Yo'lga hozir bek baza o'tirqasham olib ketdi. Bizni qaydirib ketib bordi nurg'un ishlarchi.
Bizni xiyalik sapqa doqmuş turib qatmız biz. Hamda hammani tadqiq qildigan Bayattin Nurmamedov bolamdek hammani tadqiq qildigan majburiyatimiz yo'q. Biz nimani to'g'ri deb tanlagan ekanmiz? Bayattin ma'fukam dedi. 3 narsani dedi-ku, to'g'ri tanlash deb. To'g'ri tanladingizmi? Meshni qiling. İzchillashish bak muhim. İzchillashish bak muhim. Bir narsani izchil qilgancha cho'qim natija chiqadi. Men 40 yillik hayotimda yog'ochga to'may cho'p qolmaganman. 40 yil bir umr qildim ish kesib. Oxirida sizlarniki tarbiyalashinglar, qo'llashinglar, partiya hukumatimizning tarbiyasi orqali bugünkidek bir davlat darajali kadr hamda san'atkor bo'ldik. Bu izchillik. Muşinimi biz davamlı izchil tutib maqsaq, bizning yo'limiz to'g'ri bo'lg'achqa cho'qim natija bor. Bolsam mensepu devletin, ziyade hürmetu izzetin, dostum var mı kadru kımmetin, devranin o'tkanda bilersen. Dostum var mı kadru kımmetin, devranin o'tkanda bilersen. Azırca devreler şahsen, Oğlingning suyangan tog'i sen. Hozircha davralar shohsan, o'g'lingning suyangan tog'i sen. Kimningdir mevalik bog'i sen. Yaprog'ing sarg'aysa bilarsan. Kimningdir mevalik bog'i sen. Yaprog'ing sarg'aysa bilarsan. Sevgellerin islemeyi koyar, ülfetlerin islemeyi koyar. Sevgellerin islemeyi koyar, ülfetlerin islemeyi koyar. Takdir seni seylemeyi koyar. Yaşın o'tganida bilersen, takdir seni seylemeyi koyar. Yaşın o'tganida bilersen. Derya idin akmay koyarsan, celallarga bakmay koyarsan. Derya idin akmay koyarsan, celallarga bakmay koyarsan. Ayalinga yakmay koyarsan, yaşın o'tganida bilersen. Ayalinga yakmay koyarsan, yaşın o'tganida bilersen. Var bolsam mensepu devletin, ziyade hürmetu izzetin. Dostum var mı kadru kımmetin, devranin o'tkanda bilersen. Dostum var mı kadru kımmetin, devranin o'tkanda bilersen. Yaprog'ing sarg'aysa bilersen. Devraning o'tkanda bilersen. Rahmat. Naq maydondagi aziz mehmonlar, ekran oldidagi hurmatli ko'rinmanlar, İran şirkati bilan E'tibor To'r savdo shaharchisi alohida qo'llagan
Canan Pantexnik şirketi alayda talep qilgan. Şipa Yusuf şirketi shundaqla Terpul şirketi strategik hamkorlashgan Çay Rishtisi programmamiz mushada oxirlashdi. Kelgan qadaminglar muborak bo'lsin. Xayr xo'sh, xushvaqt bo'linglar.